o'tgan videoda oylik to'lovini 3 million 40 mingdan chiqadi deb aytganmidim? Aytgandim. Undan tashqari to'liq obzorini qilib beraman deganmidim? Degandim. Arizo 8 gibrid. Kapotimiz ostida 1.5 turbo motor hamda elektromotor birlashib umumiy 347 ta ot kuchini beradi. To'liq bak hamda to'liq elektr yo'ritmasida nafta 1400 km masofani bosib o'tadi. O'rtacha benzin rasxodi 100 km ga atiga 3.9 litrni tashkil qiladi. 0 dan 100 gacha bo'lsa, atiga 7.3 sekundda chiqib beradi. Salon ichiga ahamiyat beradigan bo'lsak, minimalizm. To'liq ega koja bilan jihozlangan keng va qulay torpeda, katta va tiniq displey hamda multimedia rul. Avtomobilimizni funksiyalari haqida qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 360 gradus kamera, klimat kontrol, kruz kontrol hamda abduf, abagrev, slipoy zona, pamyat sidinalarigacha mavjud. Sizga avtomobilimizni to'liq obzor qilib bera olmagan bo'lsam, test drive'ga taklif qilaman. Cherry Rohat Adaymaster ertalabki 9 dan kechki soat 6 gacha. Sog' bo'ling.